Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda mingdan ortiq brend mahsulotlarni taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Germaniyani Welt agentligini Samet Sharifga tayanib xabar berishiga ko'ra, Ukrainaga endi Eron haqiqatdan umri frontda o'tgan armiya jo'natdi. Biroq bu armiya Eronga tegishli emas. Samet Sharifni bildirishiga ko'ra, Ashraf G'ani hokimiyatni Tolibonga tashlab qochgandan so'ng Eronga Afg'onistondan 20 yil davomida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan jang qilib kelgan aniq sonlarda 37 ming kishilik elita jangchi o'tgan va ularni Eron hukumati yaqinda deportatsiya qilish to'g'risida qonun chiqardi. Bu albatta Samet Sharifning gaplariga ko'ra xalqaro hamjamiyatlarni ko'zini bog'lash uchun amalga oshirilgan o'ta puxta rejali ish sanaladi va Eron bu jangchilarni o'z hududidan haydab chiqarish bahonasi bilan ularni azaliy dushmanlari hisoblanmish Qo'shma Shtatlarga qarshi xohlagan uslubda jang qilish uchun Rossiyaga jo'natadi. Rossiya esa Samet Sharifga ko'ra Afg'on zaminida 20 yil Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO bilan jang qilgan bu elita qo'shinni qo'liga Ukrainani dushman joylashgan hududlari aks etgan aniq koordinatali xarita bilan eng so'nggi turdagi qurollarni beradi xolos. Qolganini esa ularni o'zi hal qiladi. Samet Sharifni o'z so'ziga xulosa qilishiga ko'ra, Ukrainaga kirayotgan bu armiya uchun asosiy dushman Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaliklar hisoblanadi. Negaki Qo'shma Shtatlar va NATO 20 yil davomida Afg'on zaminini qonga botirdi va ular Ukrainada endi qolib ketgan ilgarigi hisob-kitobini to'g'irlash uchun bor kuchi bilan harakat qiladi. Mazkur bayonotga agar uni shunday atash mumkin bo'lsa albatta, hali Rossiya hukumati rasmiy javob bermaganini eslatib, navbatdagi xabarga e'tibor qaratamiz. Rossiyalik muxolifatchi Mark Feginni Fegin Live kanaliga Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Aleksey Arestovichni bildirishiga ko'ra, yangi yilda Oq uy Ukrainaga yarim sent ham bermay, Ukrainada Afg'onistondagi ssenariyni aynan o'zini takrorlashi mumkin, ya'ni tashlab qochishi mumkin. Ammo shunday bo'lsa-da, Ukraina Rossiya bilan so'nggi ukrainalik qolgunga qadar jang qiladi va Ukraina bu ssenariyga hatto hozir ham tayyor. Eslatib o'tamiz, Ukraina Rossiya bilan so'nggi tomchi qoni qolgunga qadar olishadi degan gapni Arestovich frontda yoki Ukrainani elektr energiyasiz, tabiiy gazsiz va ichimlik suvisiz qolgan 80% hududida yurib emas, balki issiqqina yorug' uyida maykada o'tirib aytgan. Endi Zelenskiyni sud qilishdan oldin uni qo'lga olish bo'yicha Rossiyani tepasidan bildirilgan hayratlanarli, biroq aniq fikrga izoh beramiz. 25-dekabr kuni Rossiya Davlat Dumasini Sevastopoldan bo'lmish deputati Dmitriy Belikni RIA agentligiga ma'lum qilishiga ko'ra, yaqinda Zelenskiy va uning atrofidagi dollar desa tomdan tashlaydiganlar Ukrainadan sirli tarzda g'oyib bo'ladi. To'g'rirog'i dom-daraksiz yo'qoladi. Sababi ularni yo'qolgani ma'lum bo'lgan paytda Zelenskiy va uni atrofidagilar allaqachon Qo'shma Shtatlarning eng qimmat orollaridan birida navbatdagi operatsiya uchun tayyorlanayotgan bo'ladi. Shu boisdan deputat Dmitriy Belikning fikriga ko'ra, Zelenskiy va uni komandasi Ukrainadan qochmasligi uchun hozirdan harakat boshlash kerak va Rossiya Ukraina ichkarisidagi, xususan Kiyevdagi o'z agentlarini ishga solib, ularni qo'lga olishni tashkillashtirishi zarur. Aks holda millionlab sonlarga yetgan qurbonlar va vayron qilingan davlat tizimi uchun bularni hech birini javobgarlikka tortish imkonsiz holga aylanadi. Boisi ular katta
katta qirg'indan so'ng mamlakatni tashlab dam olishga yo'l oladi. Endi fashistik Azov polkini qayta tiklangani bilan bog'liq shov-shuvli xabarga yuzlanamiz. Ukrainani Mirotvorets agentligining xabariga ko'ra 26-dekabr holati bilan Ukrainada allaqachon Gitler ramzini tanasiga tushirgan Azov polki yana tashkil etilgan va bu polkda hozir allaqachon 2 batalyon tuzilgan. Bu esa o'z navbatida fashizmni qayta tiklanganidan daraklik beradi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.